Assalomu alaykum. Mana bugungi viziktagi uchrashuv qatnashuvchilari bugun Agrobank Shimba filialida viziktagi uchrashuvimizni o'tkazib olamiz. Sizlarga bugungi kunda bizda bankdagi, ya'ni Shimba filialimizda ajratilib o'tirgan mahallaviy bo'limimizda ajratilib o'tirgan kreditlar, ochiq kreditlar bo'yicha bir qisqacha tushunib berib o'tsak. Bizlarda hozirgi kunda Agrobank Shimba filialida biriktirilgan 6 mahallamiz bor. Bizlarda atlarni atab o'tadigan bo'lsak, birinchi кезекте Abadmakan, Baxtli, Temiryo'l, Qo'ychi, Qarako'l, Berdaq mahallalari bizlarga biriktirilgan. O'sha biriktirilgan mahallalardagi жұмыссыз fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida bizlarda mahallaviy bo'limimizdan 5 million so'mdan 20 million so'mgacha ya'ni jismoniy shaxslarga ajratilib o'tirgan kreditlarimiz bor. O'sha biriktirilgan mahallalardagi yashovchi fuqarolardan shartli turda o'sha mahallada propiskada bo'lishi kerak, turaqli propiskada, ya'ni aytadigan bo'lsak. Ularning tartiblarini aytib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda bizlarda mahallaviy bo'limimizdagi 5 million so'mlik kreditlarimiz, biznesga birinchi qadam degan kredit liniyamiz ochiq. 1 yil muddatga, ya'ni 12 oyga yillik hayal qizlarga 23%, yer bolalarga bo'lsa 25%dan kreditlarimiz beriladi. Plastik kartaga saf beramiz. Kreditning ta'minotida uchinchi shaxs kepilligi yoki bo'lmasa sug'urtaning kepilligini olsangiz bo'ladi. Ikkinchi, biznesga ko'mak degan kredit liniyamiz bor. Bizning bu 4 yil muddatga, ya'ni 48 oyga beriladi. 6 oy imtiyozli davr bilan 6 oy. Bu deganimiz bunda tartiblari hayal qizlarga 23%dan, yer bolalarga 25%dan beriladi. Ikkinchi 20 million so'mlik kreditimiz bor. Plastik kartaga solib beriladi. Bu 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan, ya'ni 24 oy muddat yengilletilgan davr bilan sizlarga kreditlarimizni ajratib beramiz. Bu da plastik kartaga solinadi. Ularning foizini atab o'tadigan bo'lsak, yillik 23%dan hayal qizlarga, yer bolalarga bo'lsa, yillik 25%dan beriladi. Bularning kerakli hujjatlarni atab o'tadigan bo'lsak, birinchi кезекте shaxsni tasdiqlash o'zining fuqarolik pasporti, uchinchi shaxs kepilligi bo'lsa, ya'ni kepil bo'lsa, onun pasporti bilan bizning bankdagi mahallaviy bo'limimizdagi tegishli xonadonlarga kelib jolsangiz, sizlarning istoriyangizni ko'radi. Siz ma'qullik topilsa, istoriyangiz normal bo'lsa, ya'ni sizga kredit chiqarib beruvchi uchun mahalla bankiri hamda mahalla agenti orqali beriladigan tavsiyanomani olib kelasiz. Ikkinchi, soliq bazasidan o'zingiz bandlaysiz. Masalan, bir chorvachilik deb bo'lmasa, xizmat ko'rsatuv tarafida o'zingizni bandlab, shu qog'ozlarni bizlarga akelsangiz, bizga kreditlaringizni uzoqmi 2 kun, 3 kunning ichida rasmiylashtirib beramiz. Agarda spermen ma'an krupniy kredit kerak deydigan bo'lsangiz, agarda 312 sonli qaror tekanida 100 million so'mdan 300 million so'mgacha kreditlarimiz bor. Bu degani bizning rayonimizning toifasi 3-toifaga bog'lanishli bo'lganligi sababli ishlab chiqaruv yo'nalishida hozirgi kunda biz kreditlarimizni ajratib olamiz. Sizlarning hisoblaringiz bankdan ochilgandan 1 yil to'lgan bo'lishi kerak, shartli turda. Aylans bo'lgan bo'lishi kerak. Spermalik o'rningiz bo'lishi kerak. Masalan, bir konditerskiy mahsulot ishlab chiqaraman deydigan bo'lsangiz, sol yerda borib bizlarning bolalar o'rganadi. Sizlarning o'rnlaringizda maqsadga muvofiq bo'lsa, so'ng sizga 100 million so'mgacha grevsiz 100 million ajrag'ini 300 million so'mgacha grev tekanida, ya'ni zalog tekanida kreditlarimizni beramiz. Hisob betingiz Xalq bank bo'lama, boshqa da banklar bo'lama, so banklarda hisob betingiz ochiq bo'lsa, 1 yildan beri aylans bo'lib turgan bo'lsa, bu hisob betlaringizda sizlar hisob betingizdagi aylans, ya'ni avorotni bizlarga akit mahallaviy bo'limimizdagi xonadonlarga ko'rsatsangiz, sizlarning nengizda o'rganib chiqib, sizlarning avorotni o'rganib chiqib, sizlarga kreditlarimizni hisob betingizni bermay qarab bizlarning bankka akeladi. Ikkinchi kreditlarimizni chiqarib beradi. Bu 7 yil muddatga beriladi, 3 yil imtiyozli davr bilan. Bu da korxonaning, ya'ni MCG korxonaning boshlig'i, direktori hayal qiz bo'lsa 19%dan, boshlig'i, ya'ni yer bola bo'lsa 21%dan 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan pul o'tkazish yo'li bilan chiqarib beriladi bizlarga. Hozirgi kunda bizlarda ajratilib o'tirgan kreditlarimiz shulardan iborat. Agarda kredit almoqchi bo'lsangiz, bizning mahallaviy bo'limimizdagi tegishli xonadonlarga jolsangiz, sizlarga
uzamay 2 kun 3 kunning içinde kreditlerimizde rasmiylashtirib beradi. Bunu